Bizda qarindoshlar ichida, o'sha nevaralarning ichida ko'p anaqangi qizli, ko'p o'g'illilar bo'lganda, o'sha paytda, SSR paytda Amerika gazetasida bu bitta ajoyib texnikani o'qib qolgan ekanlar. Bu bilganlardanki, balki sizlarga ham yaqinlaringga kerak bo'lar degan maqsadda hozir o'rgatyapman sizlarga. Shunaqa holat bo'lganki, qachonki o'sha Amerikada eksperiment o'tkazilgan, bu bo'yicha tadqiqotlar o'tkaziladi, bilasizlar. Va bu narsa ilmiy isbotlangandan keyin odamlarda qo'llanilgan. Bu narsa to'g'ri chiqqan. Agar kimgadir qiz kerak bo'lsa, kimgadir o'g'il kerak bo'lsa, bu eksperiment zo'r ishlaydi. Bunda nima qilasiz? Bugun masalan, bir ayol kishini hayzi keldi, bugundan boshlab. Bugunni boshlaysiz 1 deysiz, u yog'iga 20 kun ichini oralig'ini hisoblaysiz. Hayz tugagandan 20 oralig'ida tugaydi. Mana 5 kun 6 kun keladi hayz ayol kishida. Kelgandan keyin bu tabiat qonuni, Alloh shunaqa yaratgan. 5-kundan u yog'iga qo'shilsiz 20 kunda ichida sizda ushlasa o'g'il hisoblanar ekan. U yog'iga bugun hayzim keladi, ertaga hayzim keladi desangiz, unda qiz ushar ekan. Men hozir kimga o'rgatgan bo'lsam, hammasi o'g'li yo'qlar, o'g'il tug'di, qizi yo'qlar, qiz tug'di. O'sha metodika orqali. Agar kimgadir kerak bo'lsa, foydali bo'lsa, o'rgatsangiz bo'ladi. Bu ilmiy isbotlangan. Albatta bu sabab Alloh natijasini beradi albatta.